Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, haqiqatda olib qaraganimizda umr g'animat ekan. Kunlar o'taverar ekan, soniyalar o'taverar ekan, har yili bir o'tgan davrga yana kimlardir qaytib kelar ekan, kimlardir kela olmas ekan. Alloh nasib qilsa siz bilan biz ertaga muborak bir oylardan biri bo'lgan Rajab oyiga ham kirib kelamiz. Shuning uchun sizlarga Rajab oyi haqida bir ozgina ma'lumot berib qo'yishlikni lozim topdik. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda oylarni 12 oy qilib yaratganini aytadi. Va mana shu 12 oyning 4tasini xurum oylarga aylantirgan. Xurum degani urushish harom qilgan, vayronkorlik yoki boshqa yomon ishlarni qilishlik harom qilingan oylar turkumiga kiradi. Mana shu 4 ta xurum oylardan bittasi bu Rajab oyidir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham bu haqida quyidagi hadisni aytadilar. Zamon Alloh taolo osmonlar va yerni yaratgan kunidagidek holatga qaytdi. 1 yil 12 oydir. Shulardan 4tasi harom oylar bo'lib, 3tasi ketma-ket keladi. Zulhijja, Zulqa'da, Muharram va Jumadul oxir bilan Sha'bon orasida esa Muzarning Rajabidir dedilar. Rajab oyi demak azizlar xurum oylardan biri, ya'ni urushish, vayronkorlik harom qilingan oylardan biri ekan, bu oyda nimalar qilmoqligimiz kerak? Rajab so'zini o'zini ma'nosiga kiradigan bo'lsak, hayo qilish, saqlanish degan ma'nolarni beradi. Mana shu ma'nodan kelib chiqadigan bo'lsak azizlar, Rajab oyida demak biz ko'proq hayoni o'zimizga ta'lim qilishimiz kerak. Chunki mo'min musulmon doim hayoli bo'lmoqligi kerak. Va bu xurum oylarda har qanday urushni to'xtatmoq kerak. Biz bu oyda nima qilishimiz kerak? Biz ma'naviy urushib yurganlar bo'lsin, arazlashib yurganlar bo'lsin, janjallashib yurganlar mana shu Rajab oyining hurmatidan bu narsalarni to'xtatib, bir-birlari bilan do'stona ahillikni tiklamoq kerak. Rajab oyi azizlar bu Ramazon oyini kirishligidan belgi. Chunki Rajabdan keyin bir oy Sha'bon oyi, undan keyin Ramazon. Demak biz Ramazonga tayyorgarlik ko'rishlikni hozirdan boshlashimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Rajab oyi kirganda quyidagicha duo qilardi ekanlar. Siz bilan biz ham bugun Rajab arafasida turar ekanmiz, ushbu duoni qilishligimiz lozim. Ya'ni Rasulimiz alayhisalom Allohumma barik lana fi Rajab va Sha'ban va ballighna Ramazon deyardi ekanlar. Ey Allohim, Rajab va Sha'bon oylarida bizga baraka ato qilgin va bizlarni Ramazon oyiga yetkazgin. Biz ham buni duo qilishimiz kerak. Siz va bizlarni ham Rajab va Sha'bon oyiga eson omon yetkazgan Robbimiz Ramazon oylariga ham sog' omon yetkazsin. Rajab oyida nima amallar qilish kerak? Ko'pchilik Rajab oyida mana bunday kunda ibodatlar qilish kerak, mana buncha namoz o'qish kerak yoki mana bu masalalar deb aytiladi. Bu gaplarning juda ko'pi zaif azizlar. Sahih qovullarga tayanmagan. Shuning uchun ulamolarimiz aytadiki, Rajab oyida maxsus qilinadigan biror bir belgilab qo'yilgan ibodat yo'q. Lekin Rajab oyida Payg'ambarimiz alayhisalom ko'p nafl roza tutganlar. Sahobalar aytadilarki, Payg'ambarimiz alayhisalom Rajab oyida roza tutganini ko'rib, u zot qaytib og'zini ochmasalar kerak deb o'ylar edik. Lekin og'zini ochib yurganini ko'rib, bu zot qaytib roza tutmasalar kerak deb o'ylardik degan ekanlar. Demak biz ham shundan xulosa qilishimiz kerak. Rajab oyida himmat qilgan odam, imkoniyatini qilgan odam nafl roza tutmoqligi kerak. Lekin nafl roza tutgan odam man nafl roza tutyapman deb tutmagan odamni oldida faxr qilmasin. Umuman azizlar, hamma nafl ibodatlar bu maxfiy bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisalom shuni o'rgatganlar. Biz ujubdan, riyodan saqlanishimiz kerak. Kim roza tutgan bo'lsa, Alloh qabul qilsin. Kim tutmagan bo'lsa ham biz buni hech qachon malomat qilmaymiz. Chunki bu Rajab oyining rozasi faqatgina ixtiyoriy qilinadigan ibodatdir. Shunday ekan azizlar, Rajab oyida agar imkoniyatimiz bo'lsa, sog'ligimiz ko'tarsa, himmatimiz ko'tarsa, roza tutaylik. Va bu albatta bizni Ramazon rozasiga tayyorlaydi. Payg'ambarimiz alayhisalom shunday qilganlar. Demak, Rajab oyini ba'zida roza tutib, ba'zida tutmagan ekanlar. Biz ham iloji boricha bu oyda ilojini qilsak, avvalida, o'rtasida, oxirida, bo'lmasa kun ora qilib yoki dushanba, payshanba Rajab oylari kunlarida nafl rozalarni tutmoqligimiz kerak. Va bu oyda eng asosiysi azizlar, biz Ramazonga ma'naviy tayyorlanishni boshlashimiz kerak. Xafa qilganlardan uzr so'rash, haqqi borlarning haqqini ado qilish, xonadonimizga ma'naviyat, ma'rifatni olib kirish va farzandlarimizni ham tarbiyasiga yanada e'tiborimizni qaratib,
Ramazon oyiga tarbiyali, musaffo bir holatda kirishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Va hammamiz yana bir karra payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qilgan duoni takrorlab, Allohumma barik lana fi Rajab va Sha'bon va ballighna Ramazon. Ey Allohim, Rajab va Sha'bon oylarida bizga baraka ato qilgin va bizlarni Ramazon oyiga yetkazgin. Rajab oyini bizlar yaxshilikda o'tkazishligimizni Alloh nasib qilsin deb Allohdan so'rab qolaman.